Assalomu alaykum qizlar. Uyda bolalarim kasal edi. Ozgina yordam berib bora olasizlarmi? Bo'ldi, opa. Bular hali hammasi o'tib ketadi. O'ylamang bularni umuman. Nima qilganing? Shuncha pulni olgandan keyin pulni halollab olish kerak. Ey, nima qilganing o'zingdan ketma. Sanjim tur. جهان بس فتنه خواهد دید Sen jinnimisan? Faqringni yeb qo'yibsan. Yordam so'rab kelgan odamga ham shunaqa qiladimmi? Ahmoq. Mana opa. Bu hayotda inson farzandlari uchun hamma narsaga tayyor bo'lar ekan. Pulingni oldingmi? Bor ket. Hiding burnimga uryapti. Opa, xafa bo'lmang. O'rtog'im o'zi sal qo'polroq. Bu yerda visitkam. Ertaga telefon qiling. Sizga zo'r taklifim bor. Geçmedi yâre sözüm Pulingni oldingmi? Bor ket. Hiding burnimga uryapti. Shuncha pulni olgandan keyin Yordam so'rab kelgan odamga ham shunaqa qiladimmi? Farzandlari uchun hamma narsaga tayyor bo'lar ekan. Hadeb nom urmagin. Ering hamma narsani qilib bergan bo'lsa. Qara ahvolingni 3-4 kundan beri bitta kiyib yuribsan. nima qilib turishimga? Yana o'sha gapni aytmoqchisan. Erim meni borimcha sevsin. Bu ketishda aniq eringni qo'ldan boy berasan. Ayol kishida ozgina bo'lsa ham joziba bo'lish kerak. Bu uchun harakat qilish kerak. Xavotir olma. Meni erim qanday bo'lsam shundoqlik yaxshi ko'radi. Adashyapsan. Hozir har 2 qadamda har xil qizlar bor. Bu ketishda ering aniq bittasiga ilashadi. Bilasan, doim o'zingga qarab yurasan, to'g'rimi? Albatta. Kelarimni sinab ko'ramiz. Как раз sen tanimaydi. San o'xshin joydami? Mani umuman oilaviy temangga aralashtirma. Aqlingni yig'ishtirib olgin. Menga qanaqa taklif beryapsan? Miyang bilan o'ylab gapiryapsanmi hammasini? Baxt yashar faqat hayotda taqdir. Nima qilyapsan? Allo? Alo Guli, senga erim telefon qilmadimi? Voy. Nimaga ering telefon qiladi menga? Qizimsan? Endi unga qanday tushuntirsam ekan? Allo. Seni tushunmadim, Saida. Erim kelmaganiga xayol bilan senga telefon qilib yuboribman o'rtoq. O'zim qayta qilib boraman. Tavba. Soat 2 bo'ldi, qayerda yuribdi ekan? Nimaga haligacha kelmadi? Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqani qiling. Nimaga ajdaniyam meni ko'tarmaydi? Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob Kim bilan gaplashyapti? Shuncha vaqt kim bilan gaplashish mumkin? Shu paytda Gulyuzga qilsammikan? Siz chaqirayotgan abonent boshqa Tinmaysan, Saida. Alo, telefon qildimi erim senga? Gaplashdingmi? Nima dedi? Nima? Artık hayatımdan çıksan Nima bu? Senga aytyapman nima? Ko'r nima bu? Tushunmadim. Qanaqa qilib meni telefonimdan eringga meni nomimdan yozishi mumkin? G'alati emasmi bu? Bitta sinab ko'ray dedim. Vahima qilma. Shunga shunchami? Meni nomimdanmi? Qanaqa qilib? Ko'chada qizlar tiqilib yotibdi. Nima deb o'ylaydi ering men haqimda? Ha, bilmadim-ku sen yozganingni. Nima? Tuhmat qilishga o'tdingmi endi? Sen eringni sinaguncha o'zingga qara. Sinading deylik. Ketsa nima qilasan? Berasanmi? Agar eringni o'rnida men bo'lganimda,
sandek ayol bilan illat ayol bilan bir kun ham yashamasdim. Tushundingmi? Agar sen meni kamsitib, usan, busan demaganingda bu ishlarni qilmasdim. Men o'zingga qara dedim. Mani nomimdan eringni boshini aylantir demadim. Senga yaxshi bo'lsin dedim. Senga hozir shunchaki rahmim kelyapti xolos. Hali qarab turgin, bu gaplaring uchun pushaymon qildiraman. Artık hayatımdan çıksan diyorum. Bu ikili delilik sona erse ikimiz için. Ha, erta kelibsiz. Sal turib, nimani bahona qilib chiqib ketasiz? Hamma ishlarimni tugatib, ataylab sen bilan ovqatlanaman deb voqlik keldim. Qorin yomon ochib ketdi, nima ovqat qilding? Qani, shu bir ovqatlanaylik, yomon charchadim biz ham. Qachon oxirgi marta ovqatlantirgan olib chiqdingiz? Qorningiz och bo'lsa, dastavka qilib yeb oling. Shunaqa degan? Unda bir to'la ko'chada ovqatlanaman. Ha, ket! Qachon qutulaman qanjiqlaringdan? Assalomu alaykum. Va rahmat. Bu kim yana? O'tgan kuni ko'chada tilamchilik qilib yurgan ekan. Bularga ish bo'ladi, menga yordamchi bo'ladi deb gapgan. Ko'rinishidan qiynalgan ayolga o'xshamaydi. Men senga necha marta aytganman, uyga begona odamlar sudrab kelavermagin deb. Men senga yosh bolamasman-ku. Sen bo'li ukamsan. Bu yerda hech yo'q tergovchiligingni qilmagin, iltimos. Meni qo'limda aynan shunaqa jinoiy ishlar ko'p. Sen bilmaysan bularning qanaqaligini. Esing joydami sani? Boshqa qaraganda Bakoga qarash kerak. Boydan beri yo'limni siqosan. Kechirasiz. Ko'rmay qolibman.